Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, qo'y va chorva ishqibozlari, kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar, bugun xudo xolasa o'sha Qirg'izistonda toza bo'g'oz elita mana shunaqa yuzlari tiniq qo'ylarni akalar, yosh qo'ylarni video qilib chiqaramiz. Xudo xolasa akalar, eng muhimi yaxshi sifatdagi nima yillar osib qo'ygan yaxshi bo'g'oz variantlardan akalar chiqarib beramiz. Xudo xolasa optim joyga kelamiz. Like akalar, videoni boshidan bosib qo'yaverasizlar, chunki qo'ylar juda go'zallari, mana haqiqiy elitniy variantlari akalar. Oyoqda maza qilib baraka topadigan qo'ylar yetib kelibdi, simjunlardan ham go'zallardan yetib kelibdi akalar. Bugun Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha arzonchilar, optimchilar qishlog'i Tepaqo'rg'onda o'sha arzonchi optimchi ukamizning qo'rasidanmiz, xudo xolasa. Lekin anchadan bir chiqqanlar yo'q edi, lekin bugun qo'ylarni mana shunaqa elita oq yuz tiniq variantlar bilan Akmaljon ukamiz qo'rasidamiz. Qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Akmaljon, bormisiz uka? Xudo xolasa videoni boshidan bittadan shunday like qizartirib tursin, xudo xolasa qo'ylarni zo'rlari keldi Abbason aka. Bo'g'oz qo'ylarni 3 million 300 dan ham chiqarib beraman. Videoni oxirida ko'rsin, qo'ylarni gigantlari, pul yengillari hammasi qo'yim hamma turidan chiqadi qo'yda. Hozir 3 million 300 dan bo'g'oz chiqarib berasiz. Chiqarib beraman xudo xolasa. Gap. Ha, gap. Bo'ldi, gap yo'q. Akalar, xudo xolasa videoni oxiriga ko'rib turasizlar. 3 million 300 dan ham bo'g'oz chiqarib beraman deyaptilar. Mana shu birinchi partiyamizda akalar qo'ylarni ko'ryapsizlar. Yosh variantlaridan o'zi yuzlari aytib turibdi. Qo'ylar elitaligi, sifatlari, mana kallagari buni sifatlar shu qo'yda ham o'ta bo'lashini ekan akalar. Xullas Abbason aka qo'ylar zo'r aka. Sifatlari haqiqiy kelishgan. Odam rahmatini aytib boqadi. Bir partiya. Birinchisiga bir partiya aka. O'zi mana shu bitta kelgan mana shu. Hammasi bitta yurgan qo'ylar. Bitta yurgan qo'ylar, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha arzonroq qilib yetkazib beraman. Soni nechta endi Akmaljon bu yerda? Soni 3. Soni bu yerda? Soni 18 dona. 18 dona. Ha, xudo xolasa qo'ylar zo'r. Sana aka mana bir azrizlarni ko'ring. Hamma yo'g'i kelgan aka, mana chi ham 4 tish, 6 tish, 2 tish ham bor. Qo'lsi yo'q Abbason aka. Lekin ikishlari bor. Ha, lekin ikki ko'p adashmasam aka. Mashhur juda bo'lashini istagan. Haqiqiy. Zot ketasi. Mana ikki tish qo'y. Mana akalar, ikki tish, birinchi. Xudo xolasa birinchi qoringa bo'g'oz mashinasi. Mana. Dumbar azriz hamma yo'g'i kelgan. Bir dona qora bor ekan, lekin juda mana akalar, rangini qaranglar, nima deyapti? Abbason aka, haqiqiy lekin mana yuz yelkasini ko'rsangiz bilasiz men qo'ydim. Sifat akalar, nima deydi? Damini beradi, uncha qo'ydi, damini beradi. Mana akalar, tishlari ham. Qo'y ber. 6 tish aka. Qo'ylarimiz xudo xolasa bo'g'oz. Ha, bo'g'oz. Gap yo'q akalar, xudo xolasa bo'g'oz bo'lganda ham akalar to'g'ri zerikkan emas, birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa ekan. Mana akalar, tishlari ham. 4 tish. 4 tadan endi chiqadigan, lekin gavdasi akalar yirik mashina ham. Mana akalar, mana nima deydi? Tash qulog'idagi sirg'a deydimi? Sirg'a. Yelka deydimi? Mana Qirg'izistondagi akalar. Bu o'zi nima deydi akalar? Buni O'zbekistonda bunaqa nima yo'q-da. Nima deydi? Baldan yo'q akalar. Ashida o'zida bosmasa baqa o'tizmaydi akalar. Xudo xolasa toza qo'ylar akalar, ag'dabat qo'y emas. Qirg'izistonda toza elita yaxshi qo'ylardan akalar. Sifatlari ham ko'ryapsizlar. Akmaljon, Abbason aka qo'ylarni maqtashga arzonli qo'ylar keldi. Qo'ylar yaxshi ekan. Mana. Xudo xolasa obunachilar mazaqlay boqishadi. Arqa dumbalariga ham yetkazib beramiz. Akmaljon, bo'ylariga necha beramiz endi? Bo'ylari 85-80 o'rtasida. 80 plus. 80 plusga olishadi, tamom. 80 plus 85 gacha bor akalar. Lekin buni qo'ylar akalar hazil ekanlisi emas, katta qo'y mashlar. Katta qo'y aka. Uzunligi ham qaranglar. Ashuni ham ko'rsatchi, tumshug'oq ekan. Qani? Qayerda mana? Kellani qarang, tumshug'oq qari doğradi aka. 4 tishda endi deyapti ekan akalar. 6 tish qo'y ekan. Mana qulog'ining uzunligini qarang, janovar. Kalla kattaligicha bilinmayapti-yu, quloq ham bir qancha keladi akalar. Bunday. Mana haqiqatan tumshug'oq oppoq ekan akalar, mana zoti shunaqada buni. Qari bo'ladi deyshadi-yu, Abbason aka qopchoy. Tumshug'oq shuni ishini ko'rsatdi. Buni o'zi qo'zisini ham tumshug'oq bo'ladi tug'ilganda. Yosh qo'zisini ham. Mana lapillab turibdi aka. Qo'ydi qarang. Mana akalar. Mana yelalari ham bilan qop aka. Mana 4 tish akalar. Ikkinchi qoringa. Behijolat kelib ko'rib olaman desa ham kelishaversin aka. Yo'q, menga video olib tashavergan, o'zingga ishonaveraman desalar aldim. Tishini, bo'yini, qo'yimchi hamma yo'g'ini videoga olib tashlayman. Gap yo'q. Ipida ninasiga chiqib qilib o'zlari ma'lumotlarni to'liq
telefonda beradilar. Akmaljon, ularda endi qiziq, narxi qiziq da qo'ylardi. Qo'ylaringiz yaxshi, sifatlari zo'r, oq yuz, suyaklari yaxshi qo'ylar ekan. Eng muhim bo'g'oz deyapsiz. Mana ikki tishdan endi o'tadi. Narxida bularda, Akmaljon? Aka, xudo xolasa buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini ko'pchilik aka 68, 6,5 ham qo'yishyapti. Omadlarni bersin avvalo. Mendan unaqa narxi yo'q aka. 6,5 pastlab 4 berasiz. million, 6 million 400 mingdan ketaveradi. 4 million desiz, deyman dedim. O'zim shunday barga qilaman deb videoni o'chirib. Aka 6 million 400 mingdan ketaveradi. 64 dan kelar. 6 milliondan bersa-chi tekis. Yo'q, bu sonagimda ozgina qiynal qolaman. Qo'ylardi qarab. O'ta bo'lakchalari kelar. Hammasini dumbaraz rezlari. Akalar, qo'y yaxshi narsa ekan, sifatga, zotga akalar nima edi? Yaxshi narsa, chunki bu qo'ylarni olganidan nima edi? Bittadan tug'dirsa, o'zi bolasini akalar qayoqqa berishini bilasizlar. Qirg'iz qo'ylari yaxshi bola beradi. Eng muhimi, buning mashina akalar bolasi tushib qolsa o'ziga o'xshab. Beryapti buni qo'ylardi aka. Yaxshi narsalar ekan, akalar. Tagi ham naqdda qo'ydi aka mana. Tagi ham naq. Mana akalar. Laplayot qo'y. Bo'ldi 6 milliondan jichcha qiynasa, jichcha qo'shamiz ham. Opason aka, ammo dangalga 6 dan bermaydi aka. Qanchadan o'tib berasizmi? Baribir 100 mingdan qo'shib beraylik. O'tib beraymi? Yo, biz sizdan qo'shaylik, siz bering mana. 6 million 100 dan. Gapiraman agar obunachilarning sarab bo'laman, arzon olsa ham men tarafdan 62 dan bo'lsa baraka. Telefon qilib sayr qilib berasiz. O'tib beraman. Barakasini bersin mana aka. 6 million 200 dan optimiga xayri bor akalar. Lekin buni sifatdagi mana turdagi qo'ylardagilar topish qiyin. Chunki qo'ylari sifati yaxshi. O'zim tavsiya qilyapman. Bu ma'qul qo'y bo'lsa akalar, nima edi? Tavsiya qilmayman, video qilmayman, lekin qo'ylar yaxshi narsa bo'lgani uchun narxiga arziydi akalar. Xotirjam kelib ko'ryapsizlar. Ustida kelib akalar, masalan, menga shu qo'yni o'zini berdi desangiz ham, ukamiz yo'q, o'zi sotmayman demaydi. Xohlaganingizcha kimda sharoit qanaqa bo'lsa, nechtaga qurbi yetsa yoki nechta kerak bo'lsa, xotirjam aloqa chiqarasiz akalar. Xudo xohlasa bo'lib ham sotishaveradi. Tanlab olishga kelishlardi. Nima deydi? Hammasini olganga aka. Hop. Qayerga o'tib beraman? Hop. Dangalga o'tib beraman. Va xolos ertadan keyin rahmatini aytib boqishadi. Son 18 dona hammasini bir joyga olaman degan obunachimizni qo'ydi beraman aka. Gap yo'q. Akalar, telefon qilaverasiz. Shoshilib biz keyingi partiyamizga o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, qo'y va chorva ishqibozlari. Mana shunday Qirg'izistonda toza elita hisori bo'g'oz qo'y ishqibozlari kanalimizni ashaddiy obunachilar. Akalar, xudo xolasa qo'ylarni elita variantlardan, go'zallardan, sifatli variantlardan eng muhim akalar yaqin bo'g'ozlardan yetib kelgan. Xudo xolasa laykni bosib qo'ysalarga narxlarini chiroyli qilib kelishtirib chiqarib harakat qilamiz akalar. Xudo xolasa manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaquron qishlog'i turibdi akalar. Qo'ylarimiz soni 18 dona, bari bo'g'oz akalar. Yaqinlari ham bor ichida. Xudo xolasa bir paketdan tug'ib beradi akalar. Qo'ylar toza Qirg'izistonniki, ko'ryapsizlar, hammasi quloqlarida bilkalari bor akalar. Xudo xolasa oq yuzdan akalar, bo'ylari ham yirik, sifatlari juda ham chiroyli variantlari, sifatli variantlardan. Xudo xolasa kamyob akalar, nimaga desalaring, qo'ylar narxi ham ancha ko'tarilib ketyapti, lekin qo'ylarda akalar sifatga bir baho berasiz. Mana bir dona qorasi bor, lekin bu ham toza, mana simjun elita akalar. Sifatga ham ko'ryapsizlar, toza. Xudo xolasa yoshlari ham necha ekan mana akalar. 6 ga o'tgan akalar. 3-qoringa bo'g'oz. Ichida akalar aksariyat birinchi qorin, ikkinchi, uchinchi qorin akalar. Qari 8 metrlari yo'q ekan. Xudo xolasa bo'ylari 85 ga olaverasiz akalar. Endi plus minuslari bor akalar, har xil. Narx akalar bir joyga bo'lsa akalar 6 million 200 ming so'mdan, xudo xolasa telefon qilganingizni ozgina xayr qilib beraman deyishyapti. Telefon qilaverasiz xudo xolasa akalar. Laykni bosib qo'yaverasizlar. 6 million 200 ming so'mdan xayri bor. Tanlab olishga akalar endi holatga qarab, turishiga qarab akalar nima deydi? Plus minuslar qilib berishadi. Kelib ko'rishlar uchun manzillarga sizlar tashlab berishadi. Xotirjam pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasiz akalar. Lekin o'ta ham go'zallarga shoshilib qolamiz. Mana haqiqiy lekin tozalar akalar. Laykni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa 3 million 300 dan bo'g'oz qo'ylarimiz bor deyishyapti. Telefon insonga qo'ylar chiroyli qilib videosini, syomkasini tashlab berishadi akalar. Xotirjam telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa qisqaroq lo'ndira video qildik, lekin qo'ylar akalar haqiqiy zo'r, lekin hamma tomon zo'r. Endi bular bo'ylanib o'shyapti, ishlanib o'tgancha ancha vaqt o'tib ketadi. Shuning uchun qisqacha video qilyapmiz. Telefon qilaverasizlar akalar. O'zlari chiroyli qilib bo'ylarini, tishlarini, bu hamma yo'g'ini ma'lumotlarni o'zlari to'liq qilib berishadi akalar. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Hurmatli obunachilar, mana tug'oy deb turgan variantlarda keyingi partiyamizga ham yetib keldik.
haqiqiy lekin qo'y o'ta ham yaqin ha. Tug'ishi ham Xohlasa, bir hafta 10 kun ag'bag'i bor. Ha, bir 10 kun bo'lmasa ham bir haftaning ichida xudo xolasa Tug'ib beradi. to'g'ri beradi. Kecha ham unchalik masjid topasan ekan, bo'yliqlarni ko'rsatdi. Yaqin bo'lsa xudo xolasa. Narxi lekin o'ta tumshug'i oq deb ishoradi ko'pchilik ekan, mana tumshug'i oq 6 tish ekan. Mana kelar. Tishlari ko'rasiz 6 taga endi bitta kelar. Ha. Bundan bitta emas. Bundan soni 12 dona. 12 dona. Sariq kashtan aralash. 6 ta, qora 6 ta. Kashtan. Ha, sariq kashtan variantlari bor. Mana kelar. Aka o'shani ham yelindi. Mana o'zi ko'pchiligidan kelar yelillari o'zi bilinib qolibdi. Bu qo'ylar dala moli bo'lgani uchun kelar tug'ish yaqin yilsaveradi. Kelar o'zi aksariyat. Yemib turgan qo'y yilni soat tug'adi. Davonni qo'yib kelar umuman tug'ish yaqin yilsaveradi kelar. Balki yangiligi hammasini padarkasi bordir. Xudo xolasa, endi haligi Suyagini qarang kattaligini. 80 oshirsa kerak mana shu. Bo'ylig'ini qarang, bo'yliq qizarib yotibdi ekan buni. Kelar Bo'ylig'ini qarang. yillari ham Borgandan keyin xotirjam o'zi ham qo'ya olishaveradi aka. mana tishlari 4 ta. 4 taga? Qo'y. 4 ta. Mana bo'ylari ham akalar yaxshi, nima deydi? Eng muhimi narx arzon variantlaridan so'raganlarimizga. Akmaljon bo'ylarni necha beramiz? Bo'ylarini aka 80 ga olishaveradi, 80 80 ga beraverasiz, xudo xolasa. O'ta kuchli qo'ylar bor ichida aka. Lekin akalar buni yaqin bo'g'oz qo'yib, bo'ylari o'sha 80 ga yaqin mana shu ham. Ha, shunday aka. Uni qora nimasi 80 oshiq akalar. 80 ga olaverasiz, xudo xolasa. Bo'ylarda ham lekin. Opason aka, bir haftaga borib bormay tug'adi aka. Xolasa. Qo'y dalani ikkita, nima desangiz, siro yerga kirib qolsa, qo'y bitta bilintirib yuboradi aka. Xudo xolasa akalar, lekin yaqin akalar, yangiliga bormaydi, xudo xolasa. Shunday ha. Endi nima deydi, qo'ylar yaxshi Akmaljon. Yoshlari qanaqa? Yoshlar aka 4 tish, 6 tish. Ikkinchi, uchinchi qorin. Tishi bor. Aksariyat ikkinchi, uchinchi qorin, aksariyat. Ikkinchi, uchinchi qorin bor. Xo'p, mana. Tishi bor aka, tishi yo'q emas, tishi bor. Maydalar bitmagan tishlari. Yo'q, ikkitasini kishi 8 ta, qolganiki 6 ta, 4 ta shunaqa. Akalar, ayni parlas qilinmagan akalar. Shu, lekin dalani moli, dalani qo'yi. Tishini ko'rmaganman, Opason aka. Mana shu katta yirignasi akalar mana. Do'stlar, Ikki tishi ekan. ikki kishi akalar mana. Pardas qilinmagan, lekin qo'y akalar yirignasi, pardas qilsangiz yaxshigina pul. Akmaljon, bular o'tdimiga? Qanchadan beramiz? Mayda chudasi yo'q, videomiz cho'zilib ketib qolmasin ha. Aha. 5 milliondan bo'lsa, tekis o'ynakdani bir joyga olin desa, barbaraga ketadi. 5 milliondan yaqin bo'g'azdan ketaveradi. Ketaveradi aka, hammasi ketaveradi. Yo'q, hammasini olganga 5 milliondan, buni olganga aka 7 million so'm. O'zi olganga 7 O'zini olganga 7 million so'mga beradi. akalar, lekin o'ptimagan odam yutadi. Narxi arzon chunki. O'zingiz chiqarib bersangiz bo'ladi, masalan. O'zim aka telefon qilishaversin, kelishiladi aka. Bu telefon olgan son xudo xolasa chiroyli qilib xayr qilib berasiz lekin. Ha, xayr qilib beraman, xudo xolasa. 5 million so'mdan aka, hammasini olganga xayri ham bor o'tib ham beraman aka. Telefon qilishaversin mana. Gap yo'q. Qo'yli qarang, bu ekizalari bor aka. Bormi? Ekizal demaylik-ku endi. Ikki tomonga Ha, tortib ikki tomonga kerilyapti qorin aka. Yillari ham bilinib qolibdi janavar. Inshaalloh. Bu ham ketaveradi akalar, 5 millionga mana shu arzon qaranglar. Ketaveradi aka. Gap yo'q. 12tasini bir joyga olganga 5 milliondan olsan aka. Aha. Ana shu ikkitasini olganga 2 o'ni olaman desa 6 milliondan 12 millionga dastavkasi ichida. Gap yo'q. Aloqa ochib qo'yasiz akalar, mana shu katta narsa ekan, suyak yurak narsa ekan. Telefon qilaverasiz akalar. Bizda 3-partiyamiz ham bor. Biz 3-partiyamizga o'tamiz. 3 partiyamizga puli yengillar. Like deb olsa, komment otanga rahmat shunday yozib tursin bo'ldi.